chin musulmon kishi har qanaqa ishda demak mulohazali bo'lishligi kerak, og'ir bosiq bo'lishligi kerak. Ayniqsa chet davlatlarda turib yurtimizga tosh otayotganlar. O'zi tashqariga chiqib oladi. Mana hozir shu videolarni ham internet tarmoqlariga joylab boriladi. Shunda ba'zi kommentariyalarda o'qib qolamiz. Bular palon, bular piston, bular to'g'ri gapni gapirmaydi, haqiqatni gapirmaydi deydi. O'zini rasmi ham yo'q, oti ham, ismi sharifi ham o'zi boshqacha. Xuddi akopda yotgan odam kallasini bunday chiqarib olg'a deb yana kirib ketayotgan odamga o'xshaydi. Unday bo'lmaydi. O'zingizni yuzingizni ko'rsating, o'zingizni kimligingizni ko'rsating, fikr bildiring. Bildirishyapti fikrni. Agar fikringiz tanqid chiroyli holatda bo'lsa qabul qilinadi u. Ammo lekin shu tanqid ham kelajakni poydevori bo'lishligi kerak, kelajakni kushandasi bo'lmasligi kerak. Siz gapirayotgan u haqiqatlar, u noto'g'ri holatda reaksiyaga kirib, odamlarning orasida turli xil fitnalarni chiqaradigan bo'lsa, unday gaplarni hushyor bo'lasiz. Og'zingizda har haqiqatni gapiraman deb turib, og'zingizga elay qo'ymasdan gapirmaysiz. Demak, u aytilayotgan masalalar birinchi navbatda o'sha yerdagi yashayotgan odamlarga manfaatlimi, xayrlimi, shu aytilishi kerak. O'zimizga kelgan narsani hammasini gapiriladigan bo'lsa, u bo'lmaydi. O'ylab ko'riladi bu. Chunki buni orqasida vatanni tinchligi, xotirjamligi to'g'risida gap ketyapti. Mana hozir internet tarmoqlarida bo'layotgan voqealarni bunday kuzatayotgan kishilar ko'ringlar. Qaysi joylarda to'polonlar bo'layotganini ko'ringlar. O'zini bolasi bilan xayrlashib ketayotgan, jangga ketayotgan odamlarni ko'ringlar. Kelganda ishdan kelganda bola chaqasi bombani ortida tagida qolib ketib o'lgan odamlarni ko'ringlar. Bu tinchlik deganda, bular tinchligini gapiraveramiz. Chunki payg'ambarimiz alayhisalom ertayu kech Allohumma inna nas'alukal afva wal afiyata fid dini va dunya wal axirah dedilar. Ey Robbim, sendan avf etishingni so'rayman. Sendan xotirjamlikni so'rayman dedilar. Xotirjamlik bu nima bu? Xotirjamlik nima? Xotirjamlik sizni qo'lingizdagi pul emas. Sizni qo'lingizdagi imkoniyatingiz emas, sizni uyingizdagi shart-sharoit emas. Odamlar bor, minglab bunday odamlar bor. Qo'lida puli ham bor, hamma narsasi bor, xotirjamligi yo'q. Uyiga kelsa xotirjamligi yo'q. Uyiga kelsa keling adasi deb kutib oladigan ayoli unday emas. Ada yaxshi keldingizmi? Xush kelibsiz deydigan bola chaqasi yo'q. Hamma narsasi bor. Xotirjamlik nima desa, o'sha yeyotgan taomi tanasiga yuqayotganligi. Xotirjamlik shu. Xotirjam suv ichyapsiz, xotirjam taom yeyapsiz. Bu katta bir ne'mat. Mana shuni biz qadrlashimiz kerak bo'ladi.